Halqabatlilar bormi? Halqabatlilar. Halqabatlikda paddeshka qilib olinglar akammi? Akam mana oshlarni xudo xolasa mana sovuq, issiq demasdan oshib oldilar. Aka, mahalla qayerda o'zi? Halqabatda. Halqabat. Jigar. Mana sizni hozir like bosib, paddeshka qilib yorib yuborishadi aka, xudo xolasa. Xudo xolasa paddeshkalar hamma. To'g'rimi? Mana akam hel. Ibrohim akani oshlarni xudo xolasa yorib qilib ochdilar. Просто tak yevorish kerak bo'ldi. Yeyishdan boshqa narsa yaramaydigan to'y oshlari. Shunaqa kelaverasizlar. Kelaverasizlar jigarlar. Har kuni soat 11:00 da to'y oshimiz ochiladi. Bemalol, bexijolat kelib, maza qilib yevorsanglar bo'ldi. To'g'rimi aka? Xolasanglar Samarqandcha, xolasanglar Buxorocha, xolasanglar Toshkentcha stilda ham sizga beramiz. Libochasi bor. Libochasi bor. Akamni to'g'risi bitta paddeshka qilib olinglar jigarni. O'zi o'tga safar qo'yganimni ham ko'pchilik so'ragan ekan. Albatta. Aka, bosingizlar. Oshni o'z vaqtining eng zo'ri bo'lib soting aka. Xohlasa.